Necha kunda natija oldingiz bo'g'imizda, yemirilishda? 15 kun. 15 kunda? 15 kunda sezdim. Og'riq taqataq to'xtadi. Og'riqlar to'xtadi. Osonlanish yo'q. Yurishlarim yaxshi, og'riq yo'q. Ko'cha boshigacha chiqolmay og'riqdan qiynalayotgandim. Og'riqlar yo'q hozir. Yaxshi, natija yaxshi. Bir oy ichdim hozir shu dorilarni, bergan dorilar 9 kun ichida olib ketdim. Nechinchi stepen bo'lgan sizda yemirilish? 3-chi stepen degan. 3-chi stepen yemirilish. Aseptik nekrozli ko'ksa artrozmi? Shunaqa edi. Nima ham aytganda amal qildingiz. Yengil fizioterapiyalar, ya'ni boyagi bo'g'imlar mashqlar qilyapsiz, to'g'rimi? Bu yoqda ham nechini qildik? Lampalarni oldingiz-a? Oldim lampalarni. Davolanimsiz? Bizni muolajadan rozimisiz? Yaxshimi, davolanimsiz? Hozir ikkinchi kurs iloji beraman. Keyingi oyda yana bir qayta tekshirib ko'ramiz. Hozir yaxshi bo'lib yurishingiz.